Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajonim, mehribonim, jannatim, siz yaxshimi? Ha, durust, rahmat. Shah- Sizlar yaxshimi? Allohga shukr. Shahriboni onajonim bilan bog'landimi onajon? Ha. Mashalloh, mashalloh. Ko'z tegmasin onajonim. Bugun 72 bahorni 72 yoshni qarshi olmoqda ekansiz. To'g'ri topdimmi? Ha, to'g'ri topdingiz. Mashalloh, xojonim, mehribonim. Tug'ilgan kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. 72 bahoringiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat, katta rahmat. Ey yashang. Dunyo qamli kunni ko'rmang, sog' salomat bo'ling. Ey yashang. Yuzlarga qilib, yuzlardan ham o'tib sog' salomat yuring. Yashang onajonim. Sizlarning yoshlaringga kirib yurish nasib ro'z eylasin. Onajon, o'zimni tanishtirsam, ozgina suhbat qursak bemalolmisiz? Ha, bemalol. Men tabriknoma loyihasi nomidan boshlovchi Kamina Muhammadjon bo'laman. Bir yaqin jigarbandingiz, farzandingiz iltimos qilishdi. Chiroyli qo'ng'iroqlar qilib sizni tabriklab berishimizda. Jondan aziz suygan bir farzandingiz, qizingiz bor ekanda, u sizni dunyolarcha yaxshi ko'rar ekan. Ishonasizmi, shu qadar muhabbatni, mehrni ta'rifladi. Men yoqamni ishlab qoldim. Mahbubaxon qizingiz bormi? Kim? Mahbuba opa. Mahbubaxon degan qiz bor. O'sha inson bizga iltimos qilishdi, takliflar bilan chiqishdi, chiroyli tabriklarni yetkazishdi. O'sha Mahbubaxon opam nomlaridan chiroyli tabriklarni, yaxshi niyatlarni, istaklarni qabul qilgansiz. Qolaversa, xo'jayinlari Firuzjon, o'g'illari Behruzjon, Behzodjon, Baxtinur nomlaridan chiroyli tilaklarni, tabriklarni yetkazar ekanmiz. Qolaversa, Salibaxoni, Mansubaxon, Mamuraxon, Subhiddin, Husniddin akalarim nomlaridan chiroyli tabriklarni, yaxshi niyatlarni qabul qilar ekansiz. Nevaralar, evaralar ekan. 17 ta bu nabiralarmi yo evaralarmi onajonim? Evaralar 17 ta. Mashalloh, mashalloh ko'z. Nabiralar 18 ta. Evaralar 17 ta bo'ldi, Xudoga shukr. Ham suratim yetsin. Yashang onajon. Ikkita nabirangiz harbiy xizmatda ekan, Diyorbek, Saidbek. Ukajon. Ular xizmatda. O'sha insonlar nomidan ham tabriklarni yetkazar ekanmiz. Rahmat. Ilohim kam bo'lmang, ikki dunyo kamli kunni ko'rmang. Ey yashang. Qanday yaxshi niyatlar bo'lsa, barchasini Xudo ijobat qilsin. Bu bizni hurmat qilgan shunchalik nima qildi, mana shu bolalarimizning hammasini joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ey yashang. Ko'p yillar yashab, bolalarning orzusini ko'rsin. Ey yashang. Sog' salomat bo'ling. Ey yashang onajonim. Tayyor bo'lyapti, oshga kelinglar. Inshaalloh. Bu amakimiz Alloh rahmat qilsin, dunyodan o'tgan ekan, hoji bobomiz. Joylari jannatda bo'lsin. Juda ham sizni yaxshi ko'rar ekan, bu yerda qizingiz juda ham ta'riflashdi. Ota-onam bir-biriga shunday mehribon edi deyishdi. Odam ko'rsa havas qiladi deyishdi. Mana shunday mehr oqibatlaringiz hech qachon onajonim ko'z tegmasin. Bizga ham nasib ro'z eylasin. Mana shu sizlarning yoshlaringga kirib, nabiralar, evaralar davrasida o'tirish. Onajon, maylimi sizga she'r aytib bersam? Mayli. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz 72 yoshlarida, onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi, bizni ko'rib quvunar ko'zi, onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga, onajonim, jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lin ochib, siz bor tashvish ketar qochib, onajonim, jonim onam. Onajonim, mana shu she'riy satrlarda chiroyli ta'riflardek hamisha farzandlar, yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Bu yil 72 yoshni qarshi olmoqda ekansiz. Niyat qilamiz, duo qilamiz. 80 yosh bilan sakrashib, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshga kirganingizda men xudam boshlovchi Muhammadjon, qolaversa tabriknoma loyihasi sizga chiroyli qo'ng'iroqlarni, telefonlarni qilib tabriklash nasib ro'z eylasin onajonim. Hamisha mana shu onalarni oyog'i ostida jannat deyshadi. Mana shu farzandlaringizni hamisha jannati onajoni bo'lib yurish nasib ro'z eylasin onajonim. Naboda bir yaxshi tilaklar, istaklar bormi Mahbubaxon opajonimga?
hamma Mahbubaxon opangizga tilaklar bor. Ilim avvalambor sog' salomat bo'lsinlar. Qo'shganlar bilan qo'sha qarilsinlar, uzoq uy-joy qilsinlar. Mana 3 ta o'g'illari bor, kelinlarni qilib, to'ylarni qilib, nevara, evara, chevaralarga munosib bo'lsinlar. Tanijonlari sog' salomat bo'lsin. Ilim hamma farzandlar Muhammadjon, siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Bolaringizni og'zida ko'ring, tanijoningiz sog' salomat bo'lsin. Hamisha sog' bo'linglar. Meni tilagim shu. Ey yashang onajonim. Vaqtingizni olmadikmi onajonim? Navoda sizni hijolat qilib qo'ymadikmi? Yo'q, vaqt bemalol. Bemalol vaqt. Mana shu onalarni tabrik qilamiz, niyat qilamiz. Har bir ona mana shunday Allohga shukr har kun onalarni tabrik qilganda onalarimiz bizdan xursand bo'lsa, biz farzandlar osmonlarda uchamiz. Sizlarni chunki bitta xursand qilish bizni eng oliy hikmatimiz, eng oliy maqsadimiz. Mana shunday sizni ozgina xursand qila olgan bo'lsak, men qolaversa bu yerda barcha ijodkorlar o'zimizni juda ham baxtiyor his aylaymiz onajonim. Tug'ilgan kunlarni cho'tki zakonni qilib o'tkazing. Farzandlar, yaqinlar baxtiga hamisha sog' va salomat bo'lingizda. Endi onajonim siz bilan xayrlashish fursati keldi. Bezovta qilgan bo'lsak, uzr. Tug'ilgan kunlarni chiroyli o'tkazing onajonim. Bo'pti, mayli. Sizlarga ham katta rahmat olim, kam bo'lmanglar. Xo'p onajonim, sog' salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Bo'pti, rahmat olim. Rahmat.